Sinfdoshimiz bo'lardi. O'ziga to'q oilaning bolasi. Otasi kimsan? Shaharda ikkining biri, uchning oldi. U kiygan kiyimlarini, u ko'targan sumkalarini biz faqat orzu qilar edik. Cho'ntagidagi katta pullar faqat ota-onamizda bo'lardi. Biz ularni ushlab ham ko'rmagandik. Ustozlar bilan bemalol sen menga borardi. Yangi kelgan ustozlarni nazar pisand qilmasdi. Uning chig'irig'idan, enjiqligidan o'tish kerak edi yangi ustozlar. Ya'ni darsni buzardi. Ustozga xalaqit berardi. Chidashga majbur edi ustozlar ham. Urolmasdi, so'kolmasdi. Gap befoyda. Nasihat havoga uchardi. Esimda 6-sinfda edik. Maktabga tarixdan yoshi sal kattaroq yangi o'qituvchi keldi. Erkak kishi. Mavzularni aktyorlardek rolga kirib, ertak qilib tushuntirardi. Ovozi ham aktyorlarnikidek toni baland edi. Biz o'quvchilar muzlab qolardik darsda. Xullas, haligi sinfdoshimiz darsda o'tira olmadi. Har doimgidek ustozimiz tanbeh berdi. Bo'lmadi. Yana gapirdi. Befoyda. Ustozimiz indamadi. Sabr qildi. Dars tugadi. Ertasiga ham shu ahvol. Keyingi darsda ham o'zgarish yo'q. Nihoyat 4-darsda ustozimiz yorildi. Sinfdoshimizga qattiqroq gapirdi. Qo'l ko'tardi. Boshqa chora ham qolmagandi. Sinfdoshimiz ustozimizni so'kib, eshikni tepib darsdan chiqib ketdi. Birozdan keyin otasi va tog'larini boshlab keldi. To'polon bo'ldi. 3 kishi tarix ustozimizni urdi. Zalda, tanaffusda, hamma o'quvchilar ko'z oldida. Ustozlar bir amallab ajratishdi ularni. Shu tarix o'qituvchimizni boshqa ko'rmadik. O'quvchilardan, jamoadan uyaldimi, boshqa maktabga ishga o'tib ketdi. Yaxshi o'qituvchidan ajralib qoldik. Hayot adolatli. U xato qilmaydi. Kechikishi, kuttirib qo'yishi mumkindir, biroq unutmaydi. Unutmagan edi o'sha voqeani. Unutmagan edi hayot ustozimizni. Unutmagan edi qahramonlarni. Oradan 20 yillar chamasi vaqt o'tdi. Eshitdik. Sinfdoshimiz ustozimizni ota-yu tog'alariga aytib urdirgan bo'lsa, hayot uning o'zini, otasi va tog'alarini qo'shib urdi. Urganda ham yomon urdi. Ustozimiz hozir el ardog'ida, oliygohda ishlab nafaqaga chiqqan ekanlar. Farzandlari tibbiyot va tadbirkorlik sohasini tanlashgan. 8 nevaraning bobosi, bir o'g'illari Qaysidir viloyatdagi City'lar qurilishlar rahbari. Hayot ustozimizga ancha yillar oldin yo'qolgan haqqini olib bergandi. Bugun ustozimizga ko'tarilgan qo'llar pastda, ba'zilariga kishan solingan. O'shanda oyoq osti bo'lgan, usti boshi qonga belangan ustozimiz esa hurmatda. Farzandu nevaralar qurshovida. Fizikada mexanikaning oltin qoidasi degan o'zgarmas qoida bor. Fiziklar buni yaxshi biladi. Kuchdan necha marta yutsak, masofadan shuncha marta yutqazamiz. Sinfdoshimiz boylikdan yutgandi, ammo tarbiyadan, ta'limdan, vaqtdan yutqazgandi. Mexanikaning oltin qoidasi aslida hayotning oltin qoidasi emasmikan deb o'ylab qolaman. Hech kimni ranjitmang, hech kimga ozor bermang. Siz unutishingiz mumkindir ehtimol, ammo u unutmaydi. Ota-ona va ustozning qarg'ishi o'q, yiqitmay qo'ymaydi.